Inson qadrini ulug'lash siyosatini mahkam tutgan yangi O'zbekiston hech bir farzandini e'tibordan chetda qoldirmaydi. Ayniqsa, ehtiyojmand oilalarning farzandlarini qo'llab-quvvatlash, ularni sog'lom hayotga qaytarish borasida bepul tibbiy ko'rik, murakkab jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirish mexanizmi bilan minglab kichkintoylar xastalikdan forig' bo'lyapti. Minglab oilalarning hayotiga yana mazmun qaytmoqda. Bu borada davlatimiz rahbarining ezgu tashabbusi bilan tashkil etilgan bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondining o'rni alohida. 18 marta operatsiya bo'lganman. Oxirgi 18-operatsiyamizdan keyin Xudoga shukr yurishga ruxsat berildi. Har bir bolaga bu jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun $35,000 dan $45,000 gacha pul sarflangan. Hozirgi kunda mutlaqo bepul. Farzandim sog'ayapti, sog'ayganini ko'rib qaysi ona xursand bo'lmaydi? Xursandman. Bu real natijalar minglab xasta ko'ngillarga baxt kirib bordi. Og'ir dard bilan kurashib kelgan kichkintoylar sog'lom hayotga qaytdi. Ha, davlat g'amxo'rligi va e'tibori minglab o'g'il-qizlarga, oilalarga baxt ulashmoqda. Agar tahlil qiladigan bo'lsak, hududlarda tashkil etilgan xayriya aksiyalarda yuqori malakali mutaxassislardan iborat shifokorlar jamoasi tomonidan 8000 dan ziyod bemor bola joylarida chuqurlashtirilgan tibbiy tekshiruvlar o'tkazilib, ularning 2100 nafari yuqori texnologik jarrohlik amaliyoti orqali sog'lom hayotga qaytarildi.